Assalamualaikum, hörmetli körünmenler. Dünyanın har qaysi joylarida Uyg'ur qarindoshlar. Bugungi suhbatimizga qatnashganlar uchun ko'p rahmat. Uyg'ur akademiyasini o'rnashtirgan bugungi suhbatdagi mehmonimiz doktor Qaysar Mejit. Bugun iqtisod to'g'riliq bizga leksiya bermoqchi. Hammalarning xabar bo'lganidek, bundan burun fan texnika, tarix, til adabiyot to'g'riliq paranlarimiz bo'lib o'tdi. Bugun mühim temalardan birisi bulup hazırki hemimizin köngül bölüp atkan, bütün dünyanın köngül bölüp atkan soda uruşu. Xitay iqtisadınınki qandaq qılıp yükselip hazırki seviyeye kelganligi ve Amerika ile arasında yüz berip atkan, yüz bergen yoki hazır başlanıp atkan soda uruşuna ta'sir to'g'riliq doktor mehmonimiz Qaysar Mejitninki ko'z qarashlari, bu to'g'riliq bilimlerini biz bilan o'rtoqlashib paylaşmoqchi. Şuna aldı bilen mehmonimiz doktor Qaysar akamga ko'p rahmat. Qimmatli vaqtingizni ajratib bizning bu suhbatimizga qaytib berganingiz uchun sizga ko'p rahmat aytamiz. Qaysar aka suhbatni boshlashdan burun mumkin bo'lsa aldı bilen o'zingizning qisqacha bir tarjimonini deb o'tsangiz, chunki ko'rganlardan ko'pinchimizdan xabar bo'lmasligi mumkin. Ondan keyin biz suhbatimizga boshlab ketamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli enim Məmtimin ataman. Bugün söhbətə o'rlashtirganlarga rahmat, Uyg'ur akademiyasiga rahmat. Shundaqla dunyoning hamma yeridagi shu topning o'zida suhbatni ko'rmoqchi bo'lgan qarindoshlarga salom. Mening ismim Qaysar Mejit. Men asli yosh chog'larimda universitetniki iqtisod fakultetining o'quvchisi. Keyin TOEFL, GRE imtihonlarini berib, bu o'lchamlik Amerikadagi oliy maktablarga kirish uchun beradigan imtihon. Amerikadagi xususiy Bostondagi bir xususiy maktabning o'qish mukofotiga erishib 97-yilning oxiri kelgan Amerikaga, ya'ni Sharq Shimol universiteti deydi. Andan keyin men yana ancha-muncha havaskor yozuvchi, havaskor. Onu shu ko'rgan bilganlarimni yozib turdim. Vatandagi torbatlarda e'lon qilgan ayni vaqtda ishlar nisbatan yaxshi chiqdi. Shunga qarab bechaqladim. Mening kashmishlerimni qarindoshlar shu to'r o'qiydigan, asar o'qiydigan, kitob ko'radigan qarindoshlar az to'lib biladi deb o'ylayman. Undan sirt yana YouTube bir kanalim bor, iqtisod, siyosiy masalalar to'g'risida so'zlaydigan. Uningda bu ba'zi kashmishlarni o'qib qo'ygan yozmalarimni. Chunki ko'pchilik shundan anglab ba'zi bir Amerikadagi turmush, xizmat, o'qish to'g'risida tushunchalarni cho'nqurlashtirsa, hozir shu fursatdan foydalanib uni deb qo'yay. Andan keyin men bu yerda o'qish bitirgandan keyin bir xususiy shirkat ishladim. Andan keyin yana boshqa narsalarni o'rganay deb Harvardniki doktorlik programmasiga qabul qilingan sayya iqtisod bilan bir tarafdan ishlab turib, bir tarafdan o'qib turib. Lekin ma'lum sabablar tufaylidan men shu magistrlik unvonini eliblam bo'ldi qildim. Andan keyin ozroq orom olgandan keyin neminingki aramagandan desam ko'pchilikning og'rib qolganini kelib qolsa, undaq emas. Ma'lum sabablar bizningki irodamizga beqilmaydigan sabablar tufaylidan. Andan keyin Bostondagi yana bir xususiy bir maktabda bir tarafdan butun kun xizmat qilib turib, undan sirt yana Bostondagi bir oliy maktabda dars o'tab turib, qo'shimcha dars o'tab turib, hafta oxirlari o'tib bir shanba kuni. Chunki mening asli kelib chiqishim o'qituvchi odam, bu xizmatni yaxshi ko'raman. Ama mühim asaslı qilgan xizmatim bu sohada emas, sayya sistemasida. O'qituvchilik, oliy maktab o'qituvchiligi qo'shimcha xizmat. Bu yerda Amerikada imkoniyat bo'lsa, sharoit yetishsa, bir necha ishni qilsa bo'ladi odamlar, cheklama yo'q. Andan keyin yana xusus bir maktabda doktorlik o'qishni bitirib, taraqqiyot iqtisodshünosligi bo'yicha development economics deydi. Doktorlik unvoniga erishdim. Meningki o'qish hayotim, mening xizmat hayotim bu shunchalik demak, o'qituvchilik, iqtisod darslarini o'tish, meningki shu yoshlik hayotimni tatib hozirgacha shunday bir davomlashib keldi. Ahvolni anadan sirt yana Uyg'ur STEM to'r bitimi, Uyg'ur STEM meni bultu 5-oy mezgilda deyman. Suhbatga chaqirgan shu chaqda texmo tafsiliy so'zlagan qaysi tog'larda cho'ng'ilib, qaysi bog'larning gulini uzib degandek, shuni ko'pchilik anglagan bo'lsa biladi, shunga mushtilak to'xtalay. Rahmat. Ondaqda endi biz asosiy temaga o'tib, bu iqtisod to'g'riliq, masalan, biz bu suhbatdan burun tayyorlagan savollar bo'yicha boshlaydi agar xohlasangiz. Masalan, bizning bugungi temamizning asosiy mazmuni
hazır Amerika ve Xitay o'rtasida ilib berilayotgan savdo urushi. Bunun sebebini hem ko'pchilik hammaylar yaxshi bilamiz. Xitay Deng Xiaoping'ning devri bilan boshlangan bu iqtisod iç o'tishlardan boshlab, biroq ham dunyodagi qaloq bir iqtisodiyat qaloq bir davlatda asta iqtisodiy kuchlanib iqtisodiyati kuchli bir davlatga aylandi. Hatta bunun asosiy sabablarini mesela ben bazı diz jurnallarda G'arbniki, Amerika'nın yoki İngiltere'ninki jurnallarda ko'rgan. Bunun da Xitaylar, G'arbliklar Xitaylarni agar biz iqtisodiy jihatda yordam qilsak, desteklesak, Xitoymi demokratiklashib bizga foydasi bo'lishi mumkin degan niyatlar bilan ayni vaqtda ko'p yordam qilganligini yezib o'tibdi. Hatta ben bir nima o'qigandim ekonomist jurnalida debdiki, nemişqa hozir G'arb dunyosi Uyg'urlarni bunchalar ko'p tilga oldi. Bunun sebeplaridan birisi Xitoyni shunchalar ko'p jihatdan qo'llab quvvatlagan bo'lsa, Xitoyni demokratlashamki desa, Xitoy emniyet kuchlangandan keyin diktator ve faşist bir davlatga aylang'achqa G'arb bundan qattiq umidsizlandi degan bir nimani o'qigandim, bir tahlil analizni. Şunlaşqa bu Xitoyning kuchlanishidimi G'arbning bir roli borligini biz hammamiz bilamiz. Endilikda Amerika boshliqli G'arb davlatlari biz xato qildik degan nuqtaga keldimi yoki bir xiris bo'lganlik uchunmi boshladi bu? Yoki bu bir boshlang'ichmi yoki buningdan burun boshladi bizga endilikdan ko'rilayotgan bu to'g'riliq boshlasak suhbatni. Rahmat sizlarning ko'z qarashinglarni nimishqa savolni so'ramoqchi bo'lganligingizni tushuntirib o'tganingizga rahmat. Darhaqiqat sizlar deganingidek, shu Xitoy o'tgan 40 yil mobaynida Xitoyning iqtisodiy ishib, ayni vaqtda yana islohot va ishni echib o'tish siyosati 1978-yili boshlangan. Shundan burungi Xitoyning iqtisodi dunyoning 20%ni tashkil qiladigan cho'ng Xitoyningki iqtisodi Amerika iqtisodining aran 6%ni tashkil qiladi. Hozir 60 yil vaqt, 40 yil vaqt o'tgandan keyin Xitoyning iqtisodi Amerika iqtisodining 66%ni egallaydigan bunda holatga ketdi. Ya'ni 2018-yil statistikaga qaraydigan bo'lsak, Amerikaning iqtisodi 20 trilliondan yuqoriroq Amerika dollaridan. Xitoyninki 14 trillion atrofida. Endi bu sonlar doim o'zgarib turdi. Har yili o'zgarib turdi bu sonlar. Demak, bu haqiqatan intayin iqtisodiy jihatdagi cho'ng yuksalish bo'lib, davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotda misli ko'rilmagan shunday bir ahvol. Albatta, bu natija ekan, bu natijani borliq keltirgan sabablar bu yerdan aytmayman. Sabablarni aytmayman deganda, bu yerda Xitoyning mavzudan o'lgandan keyin Deng Xiaoping hokimiyatni tutgandan keyin Xitoylar 78-yilda 11-navbat 3-chi umumiy yig'in ochgan vaqtda islohot va ishni echib o'tish siyosatini yo'lga qo'yamiz deb tashviq qilishdan sirt yana yezikligidami mahsulotni oilaga o'tiga berish tuzumini yo'l qo'ydi. Eng dastlabda bu siyosatni yezikligidan boshladi. Ya'ni kollek idorachilarniki kommunal shakldagi egilikni yakkalarningki mahsulot, ya'ni aktivjonlikqa, tirishchilikqa tayinib mahsulot ishlab chiqaradigan, ziroat oladigan nisbatan erkinlikni ba'da beradi. Shuning bilan birlikda yana Shenzhen, Zhuhai qatorliq dengiz bo'yidagi rayonlarda Hong Kong, Shangang deb qo'ydi. Hong Kong, Shangang tarafdagi va boshqa Singapur, Malayziya qatoridagi yerdagi va yana g'arb dunyosidagi kapitalistlarni mablag' bor, texnikasi bor shirkatlarni o'sha rayonlarda alayda iqtisodiy rayonlarni barpo qilib, o'sha yerga kelishga rag'batlantirdi. Ya'ni yerlarni berish, bojni kechirim qilish, dastlabki bir necha yil shunday usullar bilan ularni indek keltirdi yoki Xitoyga mablag' qilishga chaqirdi. Albatta, buningki tadrijiy holda buningki unumi ko'rildi Xitoyning iqtisodida. Anadan keyin ahil qarashda bu g'arb ellarininki masalan kapitalistik iqtisodiy jihatdan bular tuzum kapitalistik, siyosiy jihatdan demokratik ellardagi kishilarning kallasida shunday bir tushunchani borliq keltirdi. Xuddi 100 yillik marafon degan kitobning yozuvchisi Michael Pillsbury deganga o'xshash Amerikaningki hokimiyat qatlamidagi kishilar agar Xitoy shunday
iqtisodiy shundoq taraqqi qilsa, bu oxir demokratiyalashishga qarab menib biz amal qilayotgan ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika barliqqa kelgan Amerika yetakchilik dediki, dunyoning tartibiga moslashib, xalqaro ahdnomlarga va'da qilib demokratiyalashidi, ya'ni bizga o'xshash mandoq bo'ladi deb o'ylagan. Vaholanki Xitoy undaq bo'lmadi. Ularning iqtisodiy oshdi. Bill Clintonning vaqtida 97-98 yili Bill Clintonlar Xitoyningki shu dunyo savdo tashkilotiga kirishiga yo'l ochdi. Nima dedi desa, dal shu qarash bilan. Xitoyning iqtisodi oshsa, bizga o'xshash demokratlashidi, erkinlashidi deb. 2001-yil dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin shu 2001-yil dunyo savdo tashkilotiga kirib ta ala 2021-yil mana 20 yilning ichida 16 yilning ichida Xitoyningki iqtisodiy maslasiz ochdi. Geometrik shaklda ochdi desak ham bo'ladi. Bu dunyoning hamma yeriga mollarini sotdi. Ya'ni bir tarafdan chet elning mablag'ini qabul qildi, chet elning texnikasini kirgizdi. Yana bir tarafdan bu o'zimi mablag' qabul qilishdan boshqalar mablag' sog'ishi bo'ldi. Mablag' sog'ichiga aylandi. Ya'ni bu qitimqi Amerika bilan Xitoyning o'tirishidagi savdo urushininki kelib chiqishida yana bundaq bir xalqaro siyosatda davlatlarda mavjud bo'lgan bundaq bir qarash, buni populist deb qo'ydi. Shu xalqlarning ichidagi muayyan ko'z qarashga vakillik qilgan bir qism siyosatlar kelib chiqdi. Yana bu yerda bu nuqul holda iqtisodiy hadislar emas, onun keynida yana muayyan guruhga manfaatiga vakillik qilgan bir qism kishilar bor. Dal Donald Trumpdan iborat bu kishi 2016-yili saylanga tushgan vaqtda hatto shunday bir iboralarni ishlatdi. Xitoy bizningki ochiq demokratiyamizdan foydalanib, biz yaratib bergan fursatdan foydalanib, bizning davlatimizda bosqinchilik qilyapti deb aytdi. Demak, shu nima desa, qandaqsiki bu uning mollarini biz olsak, uningga az tuvan o'sim tamojni beji qo'ysak, bizning melimizni ularga satsak, ular bizning melimizga ig'ir baj qo'ysa, bu qandaq barobarlik bo'ldi bu. Shunga bu yerda uningdan sirt yana bu Amerikaning shirkatlari Xitoyningki bozorga berib, Xitoyning iqtisodiy harakat qilmasa, uning nurg'un cheklim bor, ammo ularningki nimalarga nisbatan ularning shirkatlari mablag' solsa, masalan Amerikaning texnik shirkatlarini sotib olsa, mulklarni sotib olsa, bizga nisbatan bizda hech qanday bir ularga nisbatan cheklama yo'q. Ular ya mulk huquqiga, aqliy mulk huquqiga, patent huquqiga rioya qilmasa, yoki ma'vu nimaning bizniki odamlarimiz shirkatlarimiz ashaga berib bir mablag' solmoqchi bo'lsa, ularga shart qo'ysa, yana muayyan texnikani o'tkazib bersa, bizning iqtisod harakat qila olsa, bozor pul topa olsan degan shartni qo'ysa, buni ba'zilar ma'qul degan tursa, bu qandaq bir odillik bo'ladi. Shunga biz bu jihatda Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida cho'qim biz bir tekshirish ilib berib, tadbir qo'llanishimiz kerak deydigan mandaq bir qarash bilan 2017-yil taxtga o'tgandan keyin shu vaqtdagi savdo vakilini Xitoy bilan bu Amerikaning o'tirishidagi savdo munosabatini bir qarab chiqishga buyurdi bu odam. Ular tekshirish orqali aqliy mulkni o'g'irlash, undan keyin savdoda noto'g'ri bo'lgan dunyo savdo tashkilotining ba'zi prinsiplariga uyg'un bo'lmagan shunday bir usullarni qo'llanganini bilib, undan keyin 2018-yil kelgan vaqtda savdo urushininki birinchi pay o'qinadi. Ya'ni qanday qildi deganda, Xitoydan kiradigan malga 33 milliard dollar qiymatidagi malga 25% baj olamiz dedi. Keyin buni albatta inglizcha tit for tat deydi. Ya'ni unda qozonga bundaq chumi. Sen uni qilsang, men buni qilman degan o'xshash. Xitoylarmi Amerikaning mallariga tamojna baj olamiz dedi. Albatta bu baj degan nima desa, tamojna baj degan nima desa, ma'lum mal mayaga kirmoqchi bo'lsa, masalan Xitoyning meli mayaga kirmoqchi bo'lsa, shuning bahasini 25% o'stiradi degan gap. Ya'ni qimmat to'xtaydi degan gap. Bu iqtisodda oddiy prinsip bor. Boshqa sharoit o'zgarmagan ahvol ostida, masalan, kishilarningki muayyan tovarlarga bo'lgan xohishi,
yaxshi ko'rishi, iste'mol xohishi o'zgarmagan ahvol ostida. Ularning kirimi o'smagan kirimi, maoshi yoki kirimi boyligi o'smagan ahvol ostida muayyan tovarning bahası oshsa, uning bo'lgan talab tuvallaydi deydigan talab qanuni bor bu yerda. Bu tamoyna bejining qo'yilishi Xitoyning mollarini Amerikaniki iste'mol qilgan nisbatan qimmat qildi. Bunda bo'lgan vaqtda bu Xitoyning mollarini akirdigan import qilgan odamlarninkimi foyda ilish nemisini tuvan-tuvatda ziyonga mang'uzgandan keyin akirmaydi-da. Uning ustiga bularning da'vatini, bu Trumpning da'vatini Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi savdo munosabatida biz Xitoydan nurg'un mal sotib olamiz. Xitoy bizdan jiqmal sotib olmaydi. Ya'ni bu yerda nima bor desa, savdoda bir xil qizil raqam bor. Ya'ni Amerikaliklar Xitoyga qaragan vaqtda Xitoydan jiqmal sotib oldi, Xitoyga oz mal sotdi. Endi oz mal sotishning sabablari nima desa, bir necha xil. Ya'ni Xitoylar o'zining bozorini Amerikaning mahsulotlariga ichayotgan ba'zi mallarga nisbatan ig'ir boj qo'ygan. Demak, mana bu sabab tufaylidan savdo urushi kelib chiqdi. Albatta, bu iqtisodiy omillar, undan sirt yana Donald Trumpningga qarshida bu odam Amerikaning siyosiy qatlamidami bir necha turli odamlar bor. Leftist deydi, solchilar deydi, rightist deydi, o'ngchilar deydi. Bu leftist deganlar qo'pab, bular nima deydi desa, bular yer sharilish tarafdorlari bular. Bular o'ngchilarni nima deydi desa, boylik osonlik odamlarning qo'liga markazlashgan. Bular shu yer sharilishdan foydalanib, boylarninki yanchiqni to'ldirdi. Bular shu dunyoning hamma yerdagi bozorlarga qo'limizni so'zsak deydi. Shu ya'ni bulab talaymiz deydi. Ma solchilar, Amerikaning solchilarining iddiasi kommunistlarga o'xshash. Ma o'ngchilar solchilar nima deb aytlaydi desa, bular bu solchilar Amerikaningki demokratik qarashlarini bak dafsanda qilib degani nima desa, chegaralarni ichib o'tish kerak. Kelman degan odamning hammani qilish kerak. İşlemesi ama namarat olsa hükümet pul qarish kerak, davolish kerak, ishsiz qasimi pul verish kerak, chegaralarni ichib o'tish kerak, bojlarni kechirim qilib o'tish kerak. Hamma ko'p xillik deb bo'ldi. Ko'p xillikqa rioya qilish kerak, hammadan qanday qilib yashash huquqi bo'lish kerak, hech qanday odamning shaxsining ishi aralashmasligi kerak deydigan Mo'shundaq bir qarashda, mushunday bir qarashdagi odamlar borchu. Endi shunday bir qarashdagi odamlarning manfaatiga vakillik qilgan odamlar hokimiyatning har qaysi qatlamlarida. Ular yerlik hukumatlarda bor, federal hukumatda bor, ham shu vaqtdagi shu mazgilda masalan hozir Bidenning vaqtida boshqaradigan odamlar bor. Trumpning vaqtida shunday boshqaradigan odamlar bor. Masalan, Peter Navarro deydigan bir kishi vaqtshunos. Bu kishi shu Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabatda qattiq pozitsiya tutadigan bir odam. Endi mana shundaq bir sabablar tufaylidan qarmoqqa bu narsalar Amerika go'yo Amerikaning o'rnini tushib ketgandek, Xitoyning o'rnini ishlayotgandek tuyg'u keltirib qo'ydi bir qism odamlarni. Undan sirt Xi Jinping 2012-yilda taxtga chiqqandan keyin 2018-yili davlat raislik cheklab qo'ymaydigan mandaq bir naslan qonuni o'zgartgan, asos qonuni o'zgartgandan keyin ularningki Amerikaniki hokimiyat qatlamadiki, Cumhuriyetçiler partiyasi olsun, Demokratlar partiyasi olsun, ham bosh kishilarning hammasining qarashini birdek o'zgartirdi. Undan sirt yana 2015-yili, 2014-yili o'tirib qo'ygan bir balvaq bir yo'l qurilishi, Osiyo taraqqiyot qurilishi, yangi taraqqiyot banki degan o'xshash banklar buning har biriga Xitoy 50 milliard dollar, 100 milliard dollar mablag' pul berib, shu banklarni qilib, atrofdagi davlatlarning, iqtisodiy taraqqiy qilayotgan davlatlarning hammasini xuddiligi to'qining mekyanga deb danchab birdigan ish bor. Hammamiz jugrab keladi, danni beramdiki deb. Nurg'un davlatlarni ashina qilib oldi, ashina holatga keltirib oldi. Shu bu Amerikaning hokimiyat qatlamidagilar to'xta. Bu bizningki 2-dunyo urushidan keyin yaratgan dunyo tartibimizga nisbatan aytgan vaqtda bir tahlika, ya'ni tahdid soladigan o'xshaydi dedi. Undan sirt yana Xitoyning boshqa qilmishlari oshkorlanishga boshladi.
Ladakh yolida, Ladakh chegarasida, Hindistondan Xitoy chegarasidagi to'qinish, sun'iy orollarni barpo qilish, dengizning o'rtasida qum to'katlar, shahar harbiy aslarlarni barpo qilish, anadan keyin Janubiy Xitoy dengiz tavaligida har qaysi davlatlar bilan Vyetnamdan tortib Malayziyagacha, Filippingacha bo'lgan davlatlar bilan bo'lgan suv dengiz talashish, andan keyin faşistlarning qilgani, Hitler Germaniyasining Yahudlarga qilgan ishini Uyg'urlarga qilishi ularni cho'chitdi. Agar ularga hozir shunday bir paytda tur demasak, bularning mush ishini cheklamasak, bu erkin dunyoga, bizga emas, butun Uyg'urlarga emas, butun erkin dunyoga tahdid to'g'rida deydigan mandan bir qarash bor. Buni ba'zilar deydi, ba'zilar demaydi, lekin nurg'un siyosiy analizchilarningki asarlarini o'qisa, kishilar ashunday xulosa keladi. Demak, bu yerda Xitoyningki o'tgan 40 yil ichida iqtisodining taraqqi qilganligi, 100 million odamni namratlikdan qutulgani rost, u paket, uni hurmat qilish kerak. Lekin buning siyosiy jihatda hokim mutlaq qarab manganligi, o'ziga o'xshamagan Xitoy bo'lmagan xalqlarni bular zulm silib yo'q qilishning qo'yga tushganligi, bu bir paket. Mana shunday ishlar Amerikaning siyosiyonlarining ishida emas, G'arb ellardagi siyosiyonlarningki ishidami muayyan munozirlarningki paydo bo'lishini keltirib chiqaryapti. Ya'ni bu yerda iqtisodni taraqqiy qilish orqali biz taraqqiy qildik. Bu Xitoyning deydigani nima desa, yashash huquqi bu bo'yim huquq deydi. Sen yashayotgansan Uyg'urlarni deb so'rasa, uning nima deydi? Men ularni banchilab bayqildim deydi. Haqiqiy taraqqiyotning aniqlamasini Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Hindiston qilib bo'lgan Amartya Sen degan kishini ayt yaxshi development as freedom deganda ayt yaxshi degan. Nima degan desa? Tar ma'nodagi taraqqiyot hukminingki tar va kang ma'noda ikki ma'nosi bo'ladi. Tar ma'nodagi va kang ma'nodagi hukm bo'ladi. Tar ma'nodagi hukmi kishilarning milliy daromadining, kishilarning kirimining ishi. Uni pul bilan o'lchaymiz. Ama kang ma'nodagi taraqqiyotchi desa, kang ma'nodagi taraqqiyotning hukm kishilarning o'zining tanlash huquqining kengayishi deydi. Ya'ni kim bilan to'y qilish, kim bo'lib yashash, masalan bizning altimizda Uyg'urlar yashaydigan bizning xalq. Yo'q. Anan keyin o'zi yaxshi ko'rgan odamlarni vakil qilib saylash, amaldor qilib saylash deganga o'xshash. Shunday bir tanlash fursatlarining kengayishi deydi. Bizning tanlash fursatlarimiz kengaymadi. Aksicha qarayib ketdi. Buni deydigan adam yo'q. Buni ko'rsatsa ular chichanshiydi. Demak, biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun o'zimizning ishiga nazar sag'inimiz uchun biz mag'lubiyatni da'vatimiz. Ammo davlatlar o'rtasidagi munosabatda, xuddi kishilar bilan kishilar o'rtasidagi munosabatda ishonch, hurmat, o'zaro ishonchdan kelganga o'xshash, davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi munosabatnoma asosiy ishonch asosida bo'ldi. Ya'ni muayyan ahdnomlarga qo'l qo'ygandan keyin sen shuni amal qilishing kerak. Sen amal qilmading degan gap, uningki siyosiy qara qog'ozi oq, ammo ijro qilinmasa, haqlar uningdan voz kechadigan gap yoki bo'lmasa yaltaydigan gap. Hozirgi ahvol, mana Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin va undaq qilma, bundaq qilma, pul muomala bozorlarini ichib o'tma, G'arbningki ba'zi tovarlarga bozorimni ichib o'tma degan va'dalarini amalga oshirmadi. Ham uning ustiga mana ilg'idagi texnika o'g'irlaydigan aqliy mulkka nima qilmaydigan, hurmat qilmaydigan mana ishlari hamda buni 2018-yil, 2017-yil Amerikaning savdo vakillari bir guruh bular tekshirib bayqagandan keyin savdo urushi boshlandi. Demak, bu yerda savdo urushi qarmoqqa bir iqtisodiy urushda bo'lgan bilan uning tegida siyosiyonlarningki qarashi bor. Ya'ni shu Xitoyning qilayotgani yangicha bir dunyo tartibini barliqqa keltirib, hokim mutlaq davlatlarning hokimiyatlariningki barliq kelishini maydonga keltirib, demokratik ellarning insonlik huquqiga hurmat qilgan ellarning erkin shu dunyo sistemasiga nisbatan bir zarba bo'ladigan o'xshaydi, zarba bo'ladigan degan qarashni ular o'sha kuchlantirib qo'ydi. Shunga
bu hozirgi bu savdo urushi nuqul iqtisodiy emas, bu tashviqot masalasidagi ish. Andan keyin dunyoning ishlarida o'zaro kimning gapining hisoblashishi, shundan bilan birlikda taraf tutish masalasi. Ya'ni taraf tutish masalasida ayni vaqtda Jorj Bush Iroqqa hujum qilgan vaqtda bu Jorj Bush, dadisining Walker Bushning bolasi 2001-yili deyman. Shuna degan. Either with us or with them deb. Bu degani terrorga qarshi urushda yoki sen biz taraf tursan, yoki u taraf tursan deb. Hozir Amerika ochiq demagan bilan shu gapni da'vatida. Sen yoki Xitoy tarafida tursan, yoki biz tarafda tursan deb. Demak, bu ikki davlatning o'rtasidagi munosabat yomonlashishga qarab yo'naladi. Chunki bu nuqul iqtisodiy masala emas, ideologiya jihatdagi masala, tuzum masalasi jihatdagi masala bo'layotdi. Bundoq bir savol keldi. Xo'sh. Hozir deb o'tgandek, buningda ham g'arb davlatlarining töhfisi var, hem ularninki xatolig'i bor degandek bir natijaga erisha olamiz. Endi Amerika ham dastlabda faqat ham Xitoy emas, Koreyaga yirik yordam qildi, urushdan keyin Germaniyaga, G'arbiy Yevropaga yordam qildi. Amaliyotda ularning o'ylig'ini to'g'ritdi, lekin Xitoy kelganda o'xshash natijaga erishmadi. Ular Amerikaninki yoki g'arb davlatlarining qimmat qarashi bo'yicha o'zini o'zgartdi, demokratiyaga erishdi, Tayvanmi shu, Hong Kongmi shu, lekin Xitoylar unday bo'lmadi. Endi bu savdo jihatdagi bo'libmi 2000-yildan keyin ish bo'lgan bu tengsizlik. Masalan, hozir bu Donald Trumpning ularni so'zlashi, bularni o'tirib qo'yishi bilan biz ko'ryapmiz yoki biz jiroqdan turib his qilyapmiz yoki Amerikadagi xalq yoki buni hukumat boshqa a'zolar ko'ryapgandi. Bu agar Trumpdan burun uning buni so'zlab buni o'tirib qo'yishidan burun bek ko'rinmaydigan bir saviyada bitti. Meni demoqchi bo'lganim, masalan, agar u qitimqi saylanda Trump emas, Hillary yengib chiqqan bo'lsa, u o'xshash nimani o'xshash siyosatni qo'llanamdi yoki u yana Xitoyni qo'llashda davom qilib bu ahvol bir necha yil kechikib ketgan bo'larmidi acaba? Obama Demokratlar Partiyasi saylangan, ikki qitim saylangan oq bilan qora tanlik, dadisi musulmon bir odam. Bu odam nima aytdi, Xitoyga nisbatan bir yumshoq siyosat tutgan ras Obamaning vaqtida. Ammo Obama oxirgi mezgillarda taxtdan tushishga bir yil qolgan vaqtda Xitoyninki niyatini bilgandan keyin o'zininki tashqi siyosatida Amerikaning tashqi siyosatini Osiyoga qaratish nazariyasini o'tirib qo'ygan bo'lim. Hatto Hillary Clinton Obamaning birinchi navbatli davlat tashqi ishlar bosh katibi bo'lgan ayol shu vaqtda Xitoy nimani o'tirib qo'ygan vaqtda bir balvoq bir yo'l siyosatini qo'ygan vaqtda Hillary Clinton davlat ishlar bosh katibi bo'lish bilan Amerika alayligiga Ipak yo'lini taraq qildirish, barliq keltirish nazariyasini o'tirib qo'ygan. Keyin bu medialardan yo'qolib ketdi. Bu ayol saylanmoqqa tushdi, lekin mana ko'pchilik bilgandek nimaga utirib qo'ydi. Trumpga utirib qo'ydi. Endi biz birisi paktga qarshi qiyos qilsak, ma'lum birisi taxt chiqqandan keyin tugmanning ostida o'tgan vaqtda u qandaq bir tahdidning ostida, qandaq yerda bir o'tirib qolganini, ya'ni o'tning ustida o'tirib qoldimi yoki ustiga tugmanningki teshi bishib tushib ketamdi deganni biz bilmagan sharoitda ostida u bu anglagan, o'qigan bir gaplarimizga nisbatan bir fikr qilamiz. Nimishqa desa biz avom xalqning bir a'zosi. Ammo hakimiyat yurgizuvchi odamlarning erishadigan axborotlari, uchurlari albatta to'g'riliq darajasiga qurildi, nurg'un bo'ldi, sezgir bo'ldi bu narsalar. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Jorj Bushning vaqtida o'sha savdo masalasida Jorj Bushmi o'sha Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdoda muayyan bir tangpozlikni his qilib, Xitoyning ba'zi bir mollarga, to'qimchilik mollarga azroq bajog'ili to'g'an. Jiq emas. Ammo keyin u butun Amerika Jorj Bushning vaqtida o'tirish shartidagi urush bilan bog'lanib qilib, uning diqqati boshqa yerga burilib ketdi.
Şu jarayonda bu Xitoyga nisbatan o'zidan cho'ng taraqqi qilish fursatini yetkazib oldi. Fursatni yaratdi. Nima desa Amerikaning askarlari u yerda bu yerda shunday urush qilgan, adam o'tgan deydigan mandaq suhbatlanib, bu Xitoy askar avatmay turib, o'zining odamlarini avatib, yo'l yasagan, qurilish yasagan, 10 qilgan bo'lib yaxshi ko'rindi demoqchi endi. Demoqchi, shu vaqtda Amerikaning shu 10 yil ichida shu O'rta Sharqdagi urushga bog'lanib qilishi Xitoyning uzluksiz turda nimaga taraqqi qilish fursatini yaratib berdi. Hamda bir gapni asli bir gapni dedinglar. Koreyaning masalasini oldinglar, Yaponiyaning masalasini oldinglar va hatto Germaniyaning masalasini oldinglar. Va bu davlatlar bilan Ikkinchi dunyo urushda Germaniya bilan Yaponiya yengilgan urushda mag'lub bo'lgan davlatlar. Ammo Amerika qatorliq davlatlar Yaponiyaga yordam qilib, undan keyin ularningki urushdan keyin iqtisodning shiddat bilan ko'tarilib, Osiyodagi 4 cho'ng yo'lboshning aylanishda halqiliq rol o'ynadi. Bu yerda nima desa, Amerika hukumatining iqtisodiy yordami, Yapon xalqining Xitoycha daxil deydi. Nima deydi buni? Yapon millatininki ruhi deganga o'xshash shunday har xil omillar bilan tushuntirishdi buni iqtisodda. Ammo Yaponlarninki Amerika Yaponlarga nisbatan bularninki militarizmlik yo'liga menishni cheklagan. O'xshash ish. Ya'ni Germanlarga nisbatan aytgan vaqtda Ikkinchi dunyo urushida yengilgandan keyin Germaniya ikkiga bo'linib ketdi emasmi? Sharqiy Germaniya deb, Sharqiy Germaniyani Sovetlarninki, kommunistlarninki ta'siri ostida bo'ldi. G'arbiy Germaniya Amerika boshlig'idagi G'arb demokratiyasining Fransiya ularninki ta'sirida bo'ldi. Lekin Sovet bilan kommunistlar bilan o vaqtda so'g'uq munosabatlar urushi boshlanib, Amerika G'arb Germaniyani taraqqi qilmasa, bo'lmaydiganligini ko'zga yetgandan keyin bularga jiq yordam berdi. Bu yerdagi yordam berish nima emas, maqsadsiz emas, muayyan sabablar tufayli shunday bo'lib qolgan gap. Ya'ni G'arb Germaniyani taraqqi qilmasa, ularninki nimalar Sovetlar, kommunistlar lagerga o'tib ketish xavfining oldini olish uchun shunday qilgan gap. Endi Koreyaning masalasiga kelib aytsak, Koreyami ishga. Shimoliy Koreya, mana Janubiy Koreyada biz hozir Shimoliy Koreyaning Beijing deydi o diktatura kommunistlarning askarlaridan birisi. Bu Koreya deganimiz hisob demokratik. Buni kishilarning nazarida bu yaxshi Koreya deydi. Demak, erkinlik bayada demokratik sistem bayaning hammasi nisbatan yaxshi bo'ladi degan gap. Endi bu Amerikaningki siyosatchilari nima desa, shundaq o'zininki gapini o'zining qimmat qarashiga uyg'un bo'ladigan jamiyatlarningki barliq kelishini, ular kuchayishini harbiy jihatdan, texnik jihatdan va iqtisodiy jihatdan va diplomatiya jihatdan shundaq qo'llab keladi. Endi bu logikaga sasaqmi, odammi o'zi bilan bir maydonda turadigan odamlarni qo'llaydi-ku. Shunaqmi? Bu shunday bo'lgan. Ammo Xitoyning taraqqiyotida Amerikaliklarning bergan yordami nihoyat cho'ng. Ayni vaqtda faqat bu nima desa, Sovet bilan bo'lgan munosabat, ayni vaqtda Sovet Xoroshovning keynidan qo'ydimi? O chaqda JF Kennedy Amerikaning prezidentiga qasd uchrab bilib ketgan shu bostonlik odammi? Shu vaqtda Amerika hatto Xitoyningki yadro qurol nemisiga lopnirdiga shuni vayron qilmoqchi bo'lib ekan-to'q. Amerikami qilib ekan-to'q, lekin yana o'zini to'xtatib qolib ekan-to'q. Men bir material ko'rganda qilgan. Keyin Sovetmi shuni yo'q qilmoqchi bo'lib ekan-to'q, o chaqda Amerika uni tutib qolgan gap. Nimishqa desa unda qilsam bo'lmaydi deb. Demak, bu Xitoyni baladan qutqizib qoldi degan gap Amerika. Bir necha qatim qutqizib qoldi degan gap. Hatto ishni echib o'tish Kissingerning 71-yili avatib, Xitoyningki 74-yil diplomatik munosabat o'rnatib, undan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo qilib kirib qolmasdan Tayvanni qo'g'lab chiqarib, undan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy xavfsizlik komitetining bir a'zosi 5ning biri qildishda Amerikaning kuchi bor. Undan 2001-yili Dunyo savdo tashkilotiga qabul qilishdimi, Amerikaning kuchi bor. Bu bir nimani o'qigandim men ayni vaqt 2001-yili Dunyo savdo tashkilotiga kirishda Xitoyning shu vaqtdagi bosh ministri Zhu Rongji bilan shu vaqtdagi savdo vakili Long Yongtu degan ikkisining o'rtasida bo'lgan bir suhbat. Nima desa,
Şu Longyong degan savdo ministri ham Xitoyning savdo ministri, savdo vakili Jurongji qilib, "Voy bu bunda zo'ngli" deb Xitoychada, zo'ngli boshbaqqan. Bunda ma'naga ma'qul desak bo'lmaydi, ziyon tortamiz desa. Shunday xat yozdi ekan. Og'zingni yum. Hozir mana shuni qo'yib olsaqli bo'ladi deb. Shu vaqtda 97-98-yillarda, 96-95-yillarda Xitoyda Dunyo savdo tashkilotiga kirsa, Xitoy vayron ketgandek shunday bir qarashyapti. Bizlar shu yerda shu chaqda. Men Shanxayda o'qigan. Ko'chalarda shunday materiallar. Dunyo savdo tashkilotiga kirsa, Xitoy butun davlatlik shirkatlar vayron bo'lib, xalqaro bozorda Xitoyning shirkatlari vayron bo'lib, odamlar ishsiz qilib, nurg'un qalamqanchilik chiqadi deydigan shunday bir qo'rqish bor. Amaliyot nima bo'ldi? Amaliyot Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin g'arb ellari bu amerikaliklar odamlar bilan muomala qilgancha qarshi tarafda samimiy deb muomala qiluvchi. Samimiy deb muomala qildi. Birinchisi aşağı shunda. Anandan keyin muomala qilib beqib, samimiy emasligini uqqandan keyin aning jipini yig'di degan. Hozir Xitoy bilan bo'lgan Amerikaning o'rtasidagi munosabatmi Amerikalik bilan bir Osiyolikning o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Ya'ni Osiyolikni bu samimiy deb o'ylab buningga men nimani ich, Coca-Cola'ning suyini ich deb bir qatim pul to'lasa, uningga bir nimani bersa, qopni, stakanni bersa, o bir qatimni ichmay 10 qatim ichib olsa u. Bir qatim 2 qatim ichsa bo'ladi, bak bo'lmasa. Finama o berib uni ichishdan sirt, yana onu nima qilib o'ziniki Sudan deydigan narsa bilasizlarmi? Va isib olgan. Sudanga to'kib, uni nima qilib ko'chaga chiqib satgandek ish qilsa bu, u qanday ishonch qiladi. Shu hozir munosabat shuni o'xshab qoldi. Ya'ni biz shu Xitoylar shunday narsalarga qo'l qo'ydi, shunday amal qildi deb o'ylagan. Ba'zida amal qattiqroq bo'lganda amal qilib, qattiqroq bo'lmaganda amal qilmay, oxirida shu fursatparast qilib zo'rayib oldi. Ba'zida ushuq bizning tilimizdan bir nima ushuq deb ba'zida ushuq odamni yengib qoldik bir ishlarda. Ba'zi bir ishlarda ushuq odamni yengib qoladi-ku. Endi hozirgi ahvolni shuni o'qitish qiladi. Endi Amerika bozorlarini keng ichibatdi. Yiliga 300 ming Xitoy kelib o'qiydi bu yerda. Bular 10 yillik vizasiz bo'lib ketdi Obamaning vaqtida. Nega vasi bora oladi? Ma Amerikalik verib ayaga basın Xitoyga bizning rayonlarga basın keyiniga adam tushib oladi. Va Uyg'urlar bir chet ellik bilan paranglashsam keyiniga adam tushib oldi, qo'rqib turib. Masalan, oddisi. Xitoylik cho'disi ayaga kelsa, hamma ketilaverdi. Bu ketilaveradi. Trumpning vaqtida unda ketamas bo'lib qoldi. Bir necha yerga bag'alini tutib oldi-ku. Shunga Xitoyning zo'rayib mush kun kelishida Amerikalikning mas'ulisi bor, to'g'ri. Endi o'zang chiqargan ekansa bu shaytonni kuy qapning ichidan o'zang sal deydigan yakilati dunyo. Endi hozir bu Savdo urushining boshlang'ichi, bundan keyingi rivojlanish yo'liga qarab baqsaq, Amerikaning Xitoyni qaytadan tizginlab yoki dunyoning Xitoyni tizginlab to'xtab turib deyilishi, urushdan g'alaba qilish ehtimoli cho'ngmidi? Masalan, bayatın deb o'tgansizmi deb o'tgan. O'sha Xitoyning 2013-yili o'ttirib qo'ygan bir yo'l bir belbog' degan bu qurilish, bu büyük bir tür projekt Xitoydan tortib Yevropagacha, Afrikagacha nurg'un davlatlarni o'z ichiga olgan bir narsani o'ttirib chiqadi. Siyosiy jihatda masalan Amerikaning nurg'un davlatlarga xalqlar yaxshi ko'rmaydi Amerikani bir xil eski bir davlatdek. Masalan ben Türkiye'den örnek misal versem, Türkiye'de solçular olsun, yoki o'ngchilar olsun, dindarlar olsun, yoki komünistler olsun, hech qaysi yaxshi ko'rmaydi. Xuddi dunyodagi eng rezil davlat Amerikada. Shunglashqa bular ister xohlamaylam Xitoyni bir xil yaxshi ko'rgan bir ahvol bor. Uning ustiga hozir hukumatninki yo'l qo'yayotgan siyosatlari Xitoy mayil bo'lg'achqa Xitoyning bu siyosatidan bek umidi cho'ng. Xitoyning o'sha nimasidan bizga jiq mablag' kelsa, biz bu yerdan o'zimizning iqtisodni kuchlantirsak degandek bir ko'z qarash bor. Men bu yerga iqtisod gazetlardan o'qib mulohazalardan o'qib qolaman. Bunun sebebim davlatning ojiz bo'lishi bilan birga, ammo hukumatning yaxshi boshqarmaganligidan kelib chiqadi.
Onundan sırt qarab baxsam, mesela yalğız Türkiye emas, Türkiye'ye o'xshash nurg'un davlatlar bor. U davlatlar Xitoyning pulidan foydalanib o'zini kuchlantiramiz degachga, xuddiliqi yaxshi bir ish qilayotgandek Xitoylar. Xitoyni qo'llaydigan davlatlar jiqdek his qildim dunyoda. Afrikadan bo'lsin, Osiyodan bo'lsin. Bu xil ahvol ostida Amerika pasif o'ringa tushib qolarmi? Bunun yana bir misalını o'tirg'i qistirib o'tay. Men bir o'qidim. Birisi Sri Lanka Xitoyning bu bir yo'l bir barvaq qurilishiga ishinib, uning mablag'larini ilib oxiri qarzda olib tamoman Xitoyninki kontrolga tushib qolgan bir ahvol bor ekan. Yana birisi Malayziya. Malayziya ham Xitoyning nurg'un mablag'ini chaqirib, jalb qilib, Xitoy nurg'un yo'llarni, ko'riklarni, u eslerlerini kurup çıkıp qarsa, Malayziya bu ahvalının keti bu xil davamlashishi, biz özümüzden mustaqillikdan ayrılıp qağıdakmiz deb 2 yıldan aldıda bunu nima qilib etdi? Amaldan qaldırıb etdi Malayziya. Lekin bu devletten sırt nurg'un devletler Xitoyning mablag' selishini kutib o'tadi, uningdan bir nep chiqarmiki deb o'ylab o'tadi. Bu xil ahvol Xitoyni bir aktiv o'ringa qo'yamib, yengib chiqishi mumkinmi yoki Amerika bu xil ahvollarga qarshi yenilam Xitoyni bu urushda mag'lub qila olishi mumkinmidi? Sizning bu to'g'ri ko'z qarashingiz qanday acaba? Angliyaningki sobiq ikkinchi dunyo urushi bosh ministri Winston Churchillning bir gapi bor. Nima desa, davlatlar o'rtasida mangulik dushmaniy munosabat bo'lmaydi, faqat mangulik manfaat bo'ladi debdi. Hozir qaraydigan bo'lsak, davlatlar o'rtasidagi munosabatmi shu manfaatning ustiga qurildi degan gap. Bo'pmi Xitoy bilan bo'lgan munosabatda. Hamda men boya chechimni oldiga satrach bo'lsam, satrach bo'y 80 yoshlik bir bo'y ekan. Daim bir Grek bo'yning chechimni oldiratdim. U odam uzun bo'ldi yo'q. Men shu babaolab qoldim, o'qimadim. Boshqa bir siva ekan, bir shundoq yuzlarini aynak bilan birini kiyib qilgan bir satrach bo'y ekan. Shu odam qo'pib, "Sen nima?" dedi. Men Uyg'ur desam, Uyg'ur bo'lgan ekan, Xitoy bilan bo'lgan masala tabiiy oldi chiqdi-da. Chiqqan ekan qo'pib deydi. Biz Amerikada mana Joe Biden o'xshash Xitoyparast odamni tanladi bizning davlat deb, odamlar shuni tanladi deb xapolab ketyapti-ku. Shunga bu Amerikada turib Amerikani tanlab ketadi. Amerika nima tanlab, Amerikadan hozir hokimiyat beshidagi odamlarni tanlab ketadi. O satrach odam, 80 yoshlik odam ashu xapolab ketadi. Nima deb desam, mana bu kommunistlarga yaqin, hammani bekor berib turgan, hamma odam kasa, maqi deydigan, shunday davlat quramiz deydi bular deb. Agar bizning Amerika döt bo'lgan, nima bo'lgan bo'lsa, as bo'lgan bo'lsa, nima deb dunyoning hamma yeridan odamlar kelamiz deydi. Mana senmi Uyg'ur ekansan, senmi kapsa, men o'qishdan kelgan, men olib qoldinglar deb shunday dedim men desam, shunday dedi. Mana hozir chegara bo'ylardimi Amerikaga kelamiz deydiganlar va itvat Amerikaga kelamiz deydiganlar va debchi. Nima deb ular Xitoyga boramiz demaydi, nima deb ular Kanadaga boramiz demaydi deb ashuna deb qaqshab ketyapti-shu. Endi demak bu yerda nima desa, Amerikaningki kim nuqsonsiz emas. Amerikaning tarixda hamda davlatlar shakllanish jarayonida bu jarayonda o'tkazgan kamchiliklar bor, nuqsonsiz emas, lekin Amerikaga kelgan har qanday odam tirishchilik qilsa, Amerikada o'zi bo'lib yashay oladi, o'zining kunini yaxshi qilib ketalaydi. Turkiyadagi u bo'la qo'pab Amerikani aski paski deganlar, boya kap baxmaganlar, turmaganlar. Ba'zi xabarni ko'ra olasiz, televizordan ko'ra olasiz, gazetdan ko'ra olasiz, maktablarda o'qiy olasiz. Kallis yuyilgan gap. Odamlarning kallis yuyish hamma yerda bor. Kallis yuyish degan hamma yerda bor. Faqatla uningki darajasi o'xshamaydi degan gap. Shunga asli misollarga gapga kelsak, endi Amerikaga nisbatan shunday qarashlar xilda. Ma yaqinda Amerika xalq ra'yini sinaydi, boshqa davlatlarmi xalq ra'yini sinaydi. Ya'ni Amerikaga qanday qaraysizlar? Yoki bo'lmasa Xitoy qanday qaraysizlar? Yoki musulmon dunyosi qanday qaraysizlar deb har xil ra'yini sinaydigan ishlar bo'ldi. Endi u ra'yini sinash qatnashgan odamlar umumiy ko'pchilik vakillik qiladi, qanday onu mayan statistik ahamiyatli darajasiga silib chiqarilgan gap, uning qarorini agar shular vakillik qildi deb qaraydigan bo'lsa, har kim har xil narsani deydi endi. Shunga mening his qilishim Amerika o'zini yaxshi shu
O'rta Sharqdagi urushni xato qildi bular. Shuningdek bularning nemisi tushib ketdi. Yuzi tushib ketdi. Ma'lum nuqtadan aytgan vaqtda bularning o'zining siyosat jihatdan ketkizgan xatoliklari bor. Lekin qaraydigan bo'lsak yana Amerika jamiyati ko'p xillikka ega, ochiq, erkin, muayyan chekning ichidagi erkinlik. Bu nima erkinlik deb hamma ishni qilib olmaydi uni. Başlık olab turib, muayyan başlık, ma'lum bir başlık huquqdan foydalanib, o'z ko'pchilik cho'g'tatsa, bo'ldi, tugagan o'chi. Ya'ni nazorat bor. Xalq saylagan vakillarga nisbatan, boshliqlarga nisbatan nazoratchilik bor. Xalqning nazoratchiligi bor. Chunki bu 4-chi bir kuch deb qaralgan media deb qo'yamiz. Axborot vositalari orqali bu ishlar shunday tanishilib banglashi. Endi Amerikada bu har xil qarashdagi odamlar bor. Masalan, abay degandagidek jumrashlar, solchi deymiz, o'ngchi deymiz. O'ngchilar ko'pincha jumrashlarni qo'llaydi, solchilar asosan demokratlarni qo'llaydi. Bularning muayyan odamlari huquq tutadi, saylanma orqali va yoki munosabat orqali. Masalan, sizlar Amerikaning prezidenti bo'lsanglar, Abdulhamid Qarxonni davlat ishlari katibi qilib tayinlaydilar. Demak, o'zingning adamini, ishongan adamingni muayyan hokimiyatni yuritish uchun o'zingizga ta'sislar degan gap. Ularning ichida, shu odamlarning ichida hammasining ideyasi sizlar bilan %100 o'xshab ketadigan yo'q. Masalan, Bayden hokimiyatini olib bilsak, Baydenning hokimiyatida huquq tutganlarning ichida Xitoyga qattiq muomala tutamiz deydiganlar bor, Xitoyga yaqin muomala tutamiz deydiganlar bor. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotininki Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga avatgan vakili qora tanlik ayol Xitoyga mayliroq muomala tutamiz deydigan ashunaq bir ayol. Shuna Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda bundan keyingi yuzlanishga bir necha xil tarazlarni qilish qiladi. Biroq adolatning tarazisi ya'ni o'qyaning yasi kirchi agri bo'lgan bilan uning o'qi joyiga tegdi deydigan asha xil hikmat rast bo'ladigan bo'lsa, bu shundoq necha million odamlarga azob silib, necha million odamlarni lagerlarga sulab, insonga qilmaydigan vahshiyliklarni o'tkazayotgan bir hokimiyat dunyoda qarshilashga erishamaydi. Ammo yordam masalasiga kelib aytsak, Amerika boshqa davlatlarga yordam qilgan vaqtda shart qo'ydi-ku. Masalan, Amerikaningki xalqaro taraqqiyot Angliyadan va Oxfam deydigan xalqaro taraqqiyot agency deydi, institut deb qo'ydi. Bular shu milliardlab pullarni bo'ladi dunyoga, taraqqiy qilayotgan ellarga, o'sha davlatlarning ma'rifiga, ichimlik suyini hal qilish masalasiga degandek nurg'un pullarni berdi. Masalan, ba'zi davlatlarda bolalarning o'lim yetim yig'inlari eg'ir-ku, o'lim yetim ahvollari eg'ir. Buni iqtisodda HDI deb qo'ydi, Human Development Index deb, insonlik taraqqiyot darajasi deb. Ya'ni davlatlarningki, shu davlatlardagi odamlarning o'tirish umri, ma'rif samiyasi, iqtisodiy kirimi, mushularni ko'rsatgan ashlardan bergan bir xil indekschi. U qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi. Hozir eng yuqorisi qayerda desanglar, Norvegiyaga deyman, Norvegiya. Amerikaning 10-o'rinda turdi. Andan keyin mana shu taraqqiy qilmagan ellarda, Afrikadagi davlatlarda, Afg'onistondagi, Venezueladagi davlatlarda ularning aytib yuqori. Shunga bu davlatlar nima qilgan vaqtda, shu davlatlarga, Amerikadagi davlatlar pul bergan vaqtda, sen anda qil asosiy muassasalarni yaxshila degan vaqtda bular shart qo'ydi. Sen kishilik huquqini, masalan, hukumat qarshi so'zlaydiganni qo'llanmaysa, jurnalistlarga erkinlik bersa, asonlik millatlarga hurmat qilsa, diniy e'tiqodga erkinlik hurmat qilsa, ma pulni xajlamasang bo'lmaydi, maash ishlatsa deb uningki surishtisini qildi mana. Xitoy u shartni qo'ymaydi. Ba'dam mening gapimga ko'nsang, berma, qanday ishlasang mayli deydi. Shunga u Sri Lankadagi Xanaba porti deydigan portni bular ap bo'ldi. Shunga Malayziyaningki burunqi nimani bosh ministri Najib deganni cheriklashtirib, uni o'zining odamlari yo'q qildi-ku, cheriklashgan odamlarningki huquq tutishi albatta xato ish. Shunga haqlarni Xitoyni bilmagan odamlar Xitoy gapini aytib chiroyli qildi. Alomat chiroyli qildi. Insoniyatning o'rtaq taqdiri deb. Insoniyatning o'rtaq taqdiri. Va bu shunaqa oldin ketadi. Demak, o'sha odamlar aralashgandan keyin bizning cho'ng'irimizni gibi bor.
Məmtimincan ataman, vay, yaxşı bal ekan Cuma desem, ablam Qaraxan deydi. Hesapkov, çay içip baqqanmıtыңlar, Məmtimincan bilan. Parangiz baqqanmıtыңlar deb. Nemishqa deganda çay ichish jarayonida sizlarning gap so'zsanglar, ish harakatinglar, o bundan qarab ba'zi narsalarni bilgildi, sinoqdan o'tkazildi degan. Shunga Xitoy bilan ish qo'yin, tash qo'yin bo'lib ketmagan ahvol ostida yuzaki ularningki she'rin so'zlari az to'liq pul bilan hokimiyat, shu hokimiyatlarningki yuqori qatlamdagilar hozir erib ketyapti degan gap. Bu ko'rinarli ahvol. Endi masala ish qo'yin, tash qo'yin bo'lib rasmiy singishgan vaqtda ahvol qanday bo'ladi? Masalan, Afrika davlatlarida Xitoy savdogarlari, Xitoy hukumati berib qanday bo'ldi? Afrikaga berib, Afrikada zavod qurib, qartallik odamlarni ishlatib, ularni shu uzun soat ishlatib, unimg'anlardan bir ikkisini o'tirib qo'ygan, uyg'on ahvollar bor, o'zining davlatiga berib. O ayrim hodisami yoki o o'sha bir ashularningki ersitiga singib ketgan, o'zidan tuvallarni, o'zidan kuchsizlarni, ojizlarni bo'za qildigan, o'zidan qudratli, o'zidan kuchliklardan aymindigan, qo'rqindigan, ashundoq bir xarakterning ifodalanishi. Buni vaqt isbotlaydi endi. Endi meningki farzimda jiroq qaraganda ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni erkin hozirgi mavjud dunyo sistemasiningki, erkin dunyo sistemasi bilan hokim mutlaq sistema o'rtasidagi raqobat, dushmanlashish kuchaydi. Bu ahvol kuchayib mangadi. Ammo ma'lum egizpastliklarning bo'lishi va hatto qisqa kichik doiradagi harbiy to'qnashuvlarningki bo'lishini chetga qilib bo'lmaydi. Ammo uzunni o'ylagan vaqtda odam erkinlikka intilganda insoniyatni erkinlikka, insoniyatni taraqqiyotga intildi. Ya'ni bu taraqqiyot yesa, ichsa, cho'shqa o'xshash qo'shiq to'yisli bo'lmaydi. O'zi bo'lib yashash, o'zining an'anasiga, o'zining yashashdan iborat shundoq bir tanlashtirib bo'lgan erkinlikka intildi. Mana shuni aytgan vaqtda bu keyingi yuzlanish ya'ni shu asosliq mavqa mushuludi deb qarayman. Ya'ni erkinlik hokim mutlaqlikning ustidan yengadi deb o'ylayman. Bu savdo urushida bizning Uyg'urlarning taqdiri qanday bo'ladi degan bir savolimiz bor. Albatta Amerikaning yengib chiqishining biz uchun foydali bo'lganligiga ishonamiz. Birisi bu savdo urushiningki natijasida sizning ko'rib yetganlaringiz yoki analiz qilganlaringiz bo'yicha qaraganda Uyg'urlarga foydalikmidi? Yana birisi mening faqat o'ylab tegiga yetib olmagan savollarimdan birisi bu masalan Xitoylar bizni yig'ib lagerlarga yig'ib boshda bizni asosiy lagerlarga yig'ayotgandek ko'ringandi. Men shu vaqtda bunday o'ylagan. Xitoy bunchalar jiq pul xarjlab bikadimika odamlarni lagerlarga yig'ib, masala yolg'iz lagerlar emas. U yerga nurg'un Xitoyni ekilib, uningga pul berib ishlatmasa bo'lmaydi. Qolgan u yerdagi nurg'un odamlarga hukumatning xizmatchisi, hukumatdan sirt nurg'un pul berib, nurg'un mablag' ajratmasa bu ishni qilib bo'lmaydi deb o'ylagan. Buni oxirsi bir yerga borganda portlashi mumkin, bu ishni natijalantirolmaydi deb o'ylaydim. Keyin qarasam amaliyotda Xitoyningki so'qqan cho'ti boshqa ekan. Ular lagerlardagi odamlarni hozir majburiy emgaklarga silib, uni u yerdan pul topyapti. Hozirgi sharoitda nurg'un odamlarni lagerga to'plab u yerdan topgan puli, Xitoyning u yerdagi xarjlagan pulini uning o'rnini to'ldirib kuchlanishiga foyda ko'rsatami Xitoy tarafda? Ya'ni sizning bu mantiq logikalikmi? Mana bak nima kamida Xitoy u yerda qancha bekorlik emgak bo'lsin ishlatsa, u yerga o'zining xarjlagan pulining o'rnini to'ldiramaslik mumkin deb o'ylayman. Sizning gapinglar o'zinglarning ko'z qarashi, men shularni yig'ishtirib bir narsani his qilib, bir narsalarni deymiz. Endi mana gap. Savdo urushi boshlangan 2018-yildan keyin, bu lagerlarni 2017-yil, bundan burun boshlab ekan deydigan xabarlar bor. 2017-yili bir
mana bu Şinjango kelgandan keyin bu ko'lamlashib sanoat shakliga aylanib ketib nurg'un keng ko'lamda tutqun qilib yashirinlikka boshlangan bo'lgandan keyin 2017 apreldan boshlangandan keyin ba'zi gaplar chiqqandan keyin masalan 2018 yili Birlashgan Millatlar Tashkilotidan keyin kishilik huquq yig'inida bu masala o'tirib qo'yilgandan keyin shu chog'da bir amerikalik bir qartanlik ayol advokat ayol Uyg'urlar to'g'risida kuchli so'zlarni hozir ismini unutib qolibman 2018 yil nurg'un davlatlar Xitoyni ayblab ya'ni nurg'un davlatlar Xitoyni qo'llab shunday bir so'zlagan bizning Uyg'urlarningki masalasi shu chog'da matbuotlarda shunday chiqishga boshladi chiqib ba'zi razilliklar oshkorlanishga boshlagandan keyin Xitoy o'zininki taktikasini o'zgartdi voy bu maktab deb turadi nada unda maktabda so'lilib bolalarni ayrilib ayni vaqtda nemislarni so'lilib sim to'roq bilan to'saqlar bilan urib uning qaragan vaqtda vahshiy olmay bu kontrolliq ayni vaqtda yahudilarni tutib so'lab lagerlar so'l vaqtida ularning so'zlashish azola harakat erkinligi bo'ladi hozir u lagerning ichida hech nima yo'q vahshiyliklar uning ichida bo'layotgan ishlar undan ishib ketmay bularning fashistligi xo'sh endi mana xalqlardan tapki deb qo'ydi ekan turkchada mana qattiq nima bo'lgan ayblash bo'lgandan keyin Xitoy buni voy bularni biz mahorat o'rgatyapmiz o'qityapmiz bu Xitoycha o'qitish ham bu andan keyin o'qityapmiz deb o'zgartdi shu bularning asli maqsadi Uyg'urlarni ziyonkashlik qilish maktabning ishi Uyg'urlarni qul amgakka silib pay tepish emas bu faqatla o'zininki jinoyatni yepish uchun oshkorlangandan keyin ya'ni Xitoy texnikaga tayinib turib techno authoritarism deb qo'ydi buni texniklik hokimiyatlik bu texnikaga paylanib turib Uyg'urlarni nazorat qilib kontrol qilib bo'ysundirman degan bilan dal yana shu texnikadan foydalanib erkin dunyo ularning jinoyatini oshkorladi masalan poyezd bekatidagi qo'llari bog'langan qavul yosh Uyg'urlarni shuning o'zi intan kuchli bir sevishtirma ayni vaqtdagi yavlarni poyezdga silib oshpazga etmagan bilan o'xshash qani shu yosh bolalar ularni uning turqidan ularni emgakka majburiy emgak ilib mangandek emas keyin ishlar oshkorlanib g'ulg'ul bo'lgandan keyin dunyo jamoatchiligining ichida ondan nurg'unlagan yoshlarning oldiga meydisiga qizil gul taqab xuddi ular o'zining ro'yi bilan mangandekidek shunday shaklda hosil qildi menimcha bu bizning Uyg'urlarni olib kirib u yerga majburiy emgak silib topgan pul bilan Xitoy beyib ketmaydi o'zining necha yuz million odamlar bor ishlayman desa bir kuniga 10 so'mga yetmaydigan pulga mana deb ishlaydigan bu Uyg'urlarga nisbatan aytgan vaqtda 100 so'mga ishlaydigan bu Uyg'urlarga nisbatan aytgan vaqtda ularning maqsadi ularni majburiy emgak silib qilish emas balki o'zining jinoyatini oqlash uchun yoshirish uchun qilayotgan ish mana ekuni BBC'ni bir nimasidan chiqdi BBC'ning xabaridan chiqdi yana xotanda Xitoylarning alpazini ko'rsam nervam o'rlaydi bir 16-17 yoshli bir qizchiqimizning baramsa ayak basam anda yaxshi bo'lsa bormasam maya to'yib ketsa andaq mandaq deb ko'ziga kirib tulki ammo bu shunday vaqalarning oshkorlanishi shu New Line ya'ni yangi liniya tadqiqot institutininki kundagi doktorlikka qilingan xabarlarning hammasini men ifodalaydi desa Uyg'urlarni changlashtirib shu qumning ichiga urib bug'doy urug'ini imtihondek ashunaq yo'q qilib yetish shu yomon g'arizning borlig'ini oshkorlab qo'ydi dunyoga endi shu bundan bu masala menimcha oshna tushunsak bo'ldi deb o'ylayman andan keyin bu nima masalasida bu ichki davlat o'rtasida Uyg'ur masalasida Amerika hukumatiningki Uyg'urlarning masalasini ba'zilarning paylanganimi rost qo'y masalan 2019 yili Xitoy bilan Trump Osakadami qayerda Yaponda ko'rishgan vaqtda John Bolton shu vaqtdagi prezident Trumpning davlat xavfsizlik maslahatchisi
Şunun yazgan kitabı bağı. Uygurlarning masalasini desa, albatta o Xitoy qilib maktab ochdim. Bularni nima yugutyapti emas, bino yugutyapti emas. Bu terrorchilik qilib ish chiqirdi. Andaq, mandaq deb deydi-da uni men odamlarni andaq qildim demaydi. Degandan Trump qopab andaq bo'pti-ku. Bo'lmasa bu Trumpmi musulmonlarni cheklagan manda ishtirib olmasmi? Nachi endi bu musulmonlarning ichida terrorchilik chiqadi deydi. Amniyatda hamma millatdan chiqdi terrorchilik. Xitoyning ichida mush qilayotgan terrorlik bo'lmaydi nima? Davlat terrorlik bo'lmaydi nima? Harvarddan bir gazetga yozdim shuni. Shu faşizmning qiliqlari ma'lum qilyotgani bu Uyg'urlarga nisbatan amaliy ziyonkashlik bu. Ammo Xitoyning xalqining o'ziga ziyonlilikni akildi. Aynı vaqtda German faşistleri Yahudilarni shunda o'tirib ketgan vaqtda shuningga yordamda bo'lgan, shuningga havu deb shu hukumatning shuarlariga ishinib begunoh Yahudilarga ziyonkashlik qilgan nemislar keyin ashdan balasini tatdi shuni. Hatto 60 Germaniyaning yoshlari 68-yilda kelgan vaqtda Germaniyada bir turkum yoshlar butun dunyo sen begunoh odamlarni millionlab odamlarni qirib o'tibkensan deb butun germanlarga German desalar nemis faşist deb qaraydigan hissiyatga kelib shuni bilan Brown deydigan bir odam bu deyman. Germaniya pushti lekin nima? Yahudilarning pushti lekin Germaniya ayni vaqtda Germaniyadagi cho'ng sotchi bu. Ikkinchi dunyo urushidan keyin birdan tutib degidek hamma Gestaponing odamlarini, faşistlarning odamlarini jazoga hukm qilib anikin hamma xalq ashada nemis xalqininki nurg'un faşistlarning ishini qo'llagan nurg'un odamlar bor. Hammani jazolab bo'lmagan ekan oxiri nima debdi ekan shu odam desa Germaniya xalqi o'zingni hukm qilinglar ahvol mana Auschwitzda Dacha degan yerda mushuncha odamlarni o'tirib o'zingni ko'ranglar deb nima qilgan ekan keyingi avlod German yoshlarining kallasida uyg'onish bo'lib keyin o'zining ota-onalaridan sen shunda qonxo'r ekansan begunoh odamlarni o'tirib ekansan debchi hatto shu nemislarning keyin 60-yillarda nemislardan G'arb Germaniyaning bosh ministri bo'lgan birisini bir nemis qiz olib kelib uga tasdak salgan gap. Sen faşist burun begunoh odamni o'taganda. Ammo shunda hamda demakchi ashi xil narsa hozircha yarim asr vaqt o'tibmi 60-70 yil vaqt o'tibmi nemislar ashi xil nimdan qutulib olamadi bular begunoh xalqlarni o'taganda. Xitoylarmi hozir manchilar Xitoylarmi umrlik tarixning lantiga mixlanib ketdi shundan bilan. Mala faşist ekan, o'ziga o'xshamaydigan odamni yashama deydi ekan deb. Mal rahbarlar degan, davlatlarning boshliqlari degan o'ladi, hamisining hayotningki o'zining cheki bor. Suv ketadi, tosh qoladi deydi. Ma tuzumlarmi, ma ishlarmi ketadi, ammo ayada xalq qoladi. Shunga shu masalani o'ylashgan vaqtda demakchi bo'lganim gap chechilib ketdi. Trump hukumati ayni vaqtda to'xtab turdi. Men Xitoydan savdo to'xtami qilyapti emasman. Shu buni kerak desakmi bo'ladi degan bir gap qilgan ekan. Demakchi, mishadi ishlatdi degan gapda. Xitoy ani dedi, "Avab qilib, lekin mening gapimga yo'l qo'y, mening savdoni imzola" dedi. Demak, bu yerda bir qo'zg'olib ishlatilgan bo'ldi-da. Ammo keyin ahvol, masalan, vabo taqaldi. Shundaqmi? Vabo kasal taqaldi, Xitoy yushudi buni. Amerikada hozir 1,5 million odam o'lib bo'lmiş vaboning ta'siridan. Necha million odam kasallab bo'ldi. Iqtisod ikkinchi dunyo nima? Ayni vaqtdagi iqtisodiy bo'hrondan keyingi cho'ng bir chekinishga duch keldi. Shunda bo'lganlikdan bular hamda to'nib ketib, deb qayta masalaga qarab chiqib, uning ustiga lager shartlarining paktlari u bo'lgandan keyin oxiri mana irqiy qirg'inchilik tamg'isini hamda Xitoyga bosdi. Buni elib o'tmaydi. Ammo Amerikaning ichida solchilar va marksistlar bor. Bular nima deydi desa, bu Uyg'urlarning degani bu paktlari, Amerikaning degani hammasi Xitoyni qoralash uchun, Xitoy undaq emas. Bu qiyg'in yolg'on deydi. Demak, bu yerda yana bir tashviqotchi bo'ladi degan gap. Ya'ni haq bilan nohaqning o'rtasida jinoyat zulm uchrag'uchi bilan zulm qilishning o'rtasidagi ma'vo kurash texi davomlashadi. Shunga ba'zilar uni nima deydi desa, ba'zi kishilar qilib, "Voy, Uyg'urlar masalasini shu Amerika bana qilib turib, shu Xitoyda ko'zir qilib ishlatdi" deb qaraydigan ish bor. Ammo
men shu yashash jarayonida bir narsani his qildim. Amerikaliklar hargizmi diktatorni yaxshi ko'rmaydi ekan bularmi? Diktatorni yaxshi ko'rmaydi ekan. Diktatorni endi hech kim yaxshi ko'rmaydi-ku. Ba'zi davlatlarda qo'rqib yaxshi ko'rsatilgan bilan mala hatto Obama prezident vaqtida Obamaning yuziga nimasiga nima deymiz? Burtiga Gitlerning burtini chaplab, rasm chiqib, Gitler deb tillab yurib namoyish qildi. Trumpni Gitler deb tilladi. Demak, Gitler degan gap bu faşist demakchi-da, askar demakchi. Namoyish qildi-da, ma'lum bir siyosatlarga qarshi turib. Endi fuqarolarning saylangan davlat rahbarlariga nisbatan andaq bir haqorat qilish, jismoniy tahdid bo'lmasa, huquqlari bo'ladi ekan. Shunga bular nimani ko'rgandan keyin Mavo Xitoyning shu Uyg'urlar qilayotgan mavo askarliklarni bular ko'rib yetgandan keyin Amerika jamoatining qarashida shundaqlam. Qancha gradus deymiz? 180 gradusda o'zgarish bo'lib, Amerikada Xitoyni askigan deydigan odamlarning soni Cumhuriyet İşler Partisi ishlaydiganlarning ichida 20-30%, Demokratlar Partiyasining ichida 10-20% ishib ketgan. Mal adamlarni solunup, balalarını analarından ayırıp, bir günah adamlarını uzun yıl kesip etip, bazılarını yok kılıp etkenlikinin özü faşist olmayı nime bu faşist gen bu. Şunu tönögün Ohio'nun ki Cleveland şehrideki bir şirketin ki Lucky Star dediğim bir şirketin ki prezidenti Marco Rubio bilen Jim McGovern birisi Avam Cumhuriyetçiler Partisi'nin boğan Avam Palata, Kengeş Palata azası, yani birisi Jim McGovern degan Demokratlar Partisi'nin boğan bizden ştatın boğan Demokratlar Partisi'nin boğan Kengeş Avam Palata azası, üç kişi teklif sunup, nim depti dese, Amerika Poçta İdaresi çokum Uygur poçta markası yaratish kerak, taqish kerak debdi. Bu orqali Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchilikni xotirlashi, Uyg'urlarga madad berishi ham kishilarga chataq bo'ladi deb Xitoyning milni ammaslikqa tashabbus qilishi, tashkillanishimiz ko'pincha odamlar Xitoyning milni ammaymiz deyishimiz kerak deydi. Ya'ni iqtisodiy, ya'ni Xitoy iqtisod kuchlanib, o'kirayotdi, odamlarni, davlatlarni setilib o'bini qilib. Endi bu iqtisodiyotning qonini siqsaq, haqqi beramagandan keyin g'olchi degan shu. Nenini topamagandan keyin, yeydiganini topamagandan keyin quyruqni shippanchitib, ya'ni boshqa egisini topadi degan gap. Shundaq bir narsani o'tirib qo'yapti. Shunga ba'zilar qo'pib Uyg'ur masalasini ko'zir qilib o'tam degan. Trumpning vaqtida narsa ko'zir qilganlikni ifodalasa, undan keyingi ish ko'zirlikdan bir Amerikaning davlat siyosati masalasiga keldida. Chunki xalq bizning ishlatildimi u yerda Uyg'urlarni anda qilibdi, manda qilibdi deb mening xizmatdoshlarim ahvolimni so'raydi. Bu qanday olib ketyapti deb Harvardning professorlari shunday parlament a'zolari xat yozganlar bor. Shunday Uyg'urlar masalasida Amerika bilan deyish kerak. Chunki inson deb qaraydi bular. Haqqoniyatni qo'g'daydigan odamlar bor davlatda. Gerçi birbirinin işi aralashmagandek turgan bilan bular faşistlarning odamlarni shunday solvag'inlarga bir o'ch bular. Ko'p rahmat. Vaqtimiz bu az qoldi. Amaliyotda suhbat nihoyat yaxshi bo'ldi. Yani 1 soat bu temalar hammalarning ko'ngil bildigan temalarimiz bo'lg'achqa buni Paranın qilgan sira texim ko'p masalalar o'tirib chiqarkan. Oxirgisi aslida boshqa savollar bordi, lekin muhim savoldan birini so'rab tugatsak deb o'yladim. Shu suhbatimizning davom bo'yicha bo'lganda. Endi hozir dunyoda o'sha Xitoy virusining masalasi bor. Xitoy virusi o'tirib chiqqandan keyin dastlabda biz Xitoyning iqtisodini kenglik chekindirib yutamikin degandek bir farazlar bo'lgandi. Chunki Xitoy hamma yerni taqovatdi degandek. Lekin taraqqiyoti boshqacha yo'nalishga qarab mangdi. Uning aksicha Xitoy uni kontrol qilib boshqa davlatlarga yeyilib ketdi va dunyoda hozir Xitoydan boshqa hamma davlatning iqtisodi kenglik chekilib ketdi. Amerika bo'lsin yoki Yevropa bo'lsin.
Endi mandaq qaragan vaqtda endi Amerikadagi yoki Yevropadagi yoki iqtisod kuchli davlatlarning siyosatchilari buni qanday qaraydi biz bilmaymiz, lekin ularningki iqtisodning keyniga chekinib ketishi. Masalan, Turkiyani ilib qo'ysak, Turkiya ham iqtisod jihati keyniga chekinib ketdi. Bunun sababchisi Xitoylar, Xitoy virusi. Gerçi bunu bir kasallik, o bu deb esmi, lekin amaliyotda bu ularning sababidan kelib chiqqan narsa. Buni da masalan bir hisob ilish yoki buni bir qaytarma zarba desak to'g'ri bo'lmaydi. Buni bir hisob so'rash ahvoli, mushta bir mumkinchilik bormidi? Masalan, bu Amerikaning bu urushda texmo kuchlik pozitsiya ilishga yordam qiladi. Bu to'g'riliq bir ko'z qarashingizni deb o'tsangiz. Agar Trump ikkinchi qatim saylanib qilgan bo'lsa, bu masalani nihoyat kuchli yo'sinda o'tirib olib chiqatdi. Chunki sen yo'shoding, bir gap bor emasmi? Sen o'zing mamlakatdagi butun qatnash vositalarini to'sib o'tib, ammo chet elga qo'yib qo'ygan odamlarni chiqarsam bo'ldi dedim. Shundan taqaldi deb. Agar Trump ikkinchi qatim saylangan bo'lsa, bu nihoyat kuchli yo'sinda o'tirib qo'yapti deb qarayman. Lekin Joe Biden taxtga chiqqandan keyin u gap yo'qolib ketgan. U gap yo'qolib ketgani bilan, ammo davlatning tashqi siyosatida Biden hukumati Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi nurg'un munosabatlarga, masalan, diplomatiya munosabati, iqtisodiy munosabatlar, hatto birinchi bosqichli savdo kelishimi degandek bir qarab chiqamiz deb ashuna degan cho'ng o'zgarish yo'q. Gapda biroz yumshash bor, gapda, ammo siyosat jihatda konkretlik yumshash yo'q. Ya'ni Xitoyning mollariga nisbatan davomliq shu Trump qo'ygan shu bajni ilyapti-da. Shuna bu Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi qo'pab suhbatni birinchilab ashni ilvatsanglar dedi. Demak, shu savdoda qo'ygan nimaga tamojni bechi, shu Xitoyning bijirini jinini og'irtyapti degan gap. Ammo buningda o'zgarish yo'q. Buningdan yanadigan ish yo'q Amerika. Andan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabatni biz tanishaymiz deganda burunqidek Trump Yevropa davlatlari bilan bo'lgan munosabatni yomonlashtirib qo'ygancha, hatto Kanada qo'shnisi qimmat qarashyapti o'xshash. Shuningmi ba'zi mallarga boj qo'ygan, Yevropaga boj qo'ygan Trump. Endi Biden qo'pab, yana iqtisodiy manfaatga taqshida va Biden qo'pab u munosabatlarni o'ngshavadi, tanishyapti. Shunga Xitoy bilan bo'lgan munosabatda nuqul Amerika bilan Xitoy o'rtasida munosabat emas, Amerikani markaz qilgan ittifoqdosh davlatlarni birlikda turib, aniki Xitoyga taqobil turishni qo'zg'ayapti. Shuning bilan birlikda zamin talishi bo'layotgan Yaponiya, surkishulayotgan Avstraliya, Hindiston qator davlatlar bilan yaqinda Quad, ya'ni 4 davlatniki Amerika. Biden oldimizga o'tgan hafta bir yig'in o'tkazdi. Demak, bu Xitoylar Amerika bizni shunday ittifoqdoshlarni shakllantirib, bizni shunday qo'rshovga olmoqchi degan gapni qilyapti-da. Bu gaplarning muayyan asosi bor. Hozirgi yuzlanish shuni ketyapti. Endi qanchalik bu ishlar qanchalik bo'ladi, uni qaraymiz. Meni diqqatimni tortgani bir necha kundan oldida Amerikaning bir parlament a'zosi bir loyihani sunibdi. Nima debdi? Xitoy shu vaboning tarqalishida sababchi bo'lganligi uchun, yo'shug'anligi uchun, ahvolni yo'shug'anligi uchun Amerikaning iqtisodi dunyoning iqtisodiga, odamlarning jismoniy bexatarligiga tahdid solganligi uchun, ziyonkashlik qilgani uchun mas'uliyatni ustiga olish kerak. Shunga biz Amerikaningki 1 trilliondan ortiq zaimni bermaymiz deydi. Ashuna degan gapni deyapti. Agar shu qonun bo'lib qolsa, shu qonun bo'yicha bermaydigan gap, lekin bermaydigan uning amalga oshishi ta'sir endi. Uni bermaymiz desa, xalqlar nima deydi desa, Amerikaning zaimni olmaymiz gapida bir amalni qilib, bir banani tepib, bermaydiganning ishini qildi ekan deb ba'zilarga, ya'ni Amerikaning zaimni olgan davlatlarga, shirkatlarga nisbatan bir toza yaxshi bo'lmaydi-ku. Chunki Amerika davomli shu Xitoydagi davlatlarga, boshqalardan mol olish kerak. Ularning milliarд dollar berdi. Shunday u davlatda Amerikaning dollarini tutgandan keyin u bankga qo'yib qo'ymaydi. Amerikaning zaimni oladi. Zaim degan shu davlatningki ma'lumotga nisbatan qarshi davlatning ig'darchilik huquqi. U zaimningki diri va uning o'simini qo'shib to'laydigan gapda hisobda. Shunga agar ashuna bo'lib qolsa, Amerikaning o'ziningki obrazig'imi, iqtisodiymi muayyan
ta'sirlarni yetkazdi agar shunday bo'lib qolsa. Lekin ya ma usul bilan yoki yana bir usul bilan shu vabo tufayli kelib chiqqan iqtisodiy va boshqa ziyonlarni Amerika boshqa davlatlar Xitoydan qustirib oladi, to'ltib oladi deb o'ylayman. Chunki bularning ish bajarish usulidan qaragan vaqtda avval buni bir qarshi tarafdan qilayotgan ishlarni bir sistemalashtirib, faktlarni yig'ib, undan keyin qonunga silib ish qiladi bular. Shunga meningcha bu vaboning ishida Xitoy bundalar qutulib ketolmaydi. Muayyan badallarni to'laydi. Muhim savollardan birisini atlab o'tib ketib qoldim. Endi biz Amerikaning ahvolini, Xitoyning ahvolini bu yerda deyishib o'tdik. Endi o'zimizga kelib aytsak, iqtisodiy jihatdan kuchlanishimiz uchun Uyg'urlar nimalarni masalan konkret nimalarni qilishimiz kerak? Bu to'g'riliq masalan sizniki fikr talablaringiz. Masalan Uyg'urlar yana bir Yahudilar temasi var. Mesela Yahudilardan örnek aldığın ahval yoki u to'g'risida mesela sizning ko'z qarashingiz bor. Mesela qanday qilishimiz kerakligidek aytgandek. Qanday qilgan vaqtda o'zimizni texnik kuchli iqtisodiyotda kuchlantirib olishimiz mumkin. Strategiyachilarning unda muhim gapi bor. Jangda yengaman desang, o'zingni bil, o'zgini bil deydi. Shunga biz Uyg'urlar dunyoning vatandagi Uyg'urlarni hozir bir turaqliq qimmat ustida saqlab turaylik. Biz bir o'zgarishchan qimmat. Bizning qimmatimiz o'zimizning tanlash usulimizni qanday bo'lishiga qarab o'zgaradi. Shunga biz suvning ichida bo'lsak, suzishni bilishimiz kerak. Qumning ichida bo'lsak, qumliqda mengishni, tapinimiz qizib ketdi deb, qumliqda mengishni bilishimiz kerak. Tog'ning ustida bo'lsak, tog'ga qanday chiqishni yoki tog'ning bag'rida bo'lsak, tog'ning ustiga qanday chiqishni bilishimiz kerak. Shunga o'zimiz yashayotgan davlatlarning iqtisodiy ahvolini, fursatlarini izlashimiz kerak. Ammo diqqat qilsanglar, jamiyatlarda kishilar qanday yashaydi, qanday tirikchilik qiladi? Yoki hukumat ishlaydi, yoki shirkatlar ishlaydi, yoki o'z bir ishlarni qilib yashaydi, tirikchilik qiladi. Shundaqmi? Iqtisodiy jihatdan kuchlanimiz deydi ekanmiz. Shu o'zimiz yashayotgan dunyoni tushunishimiz kerak, jamiyatni tushunishimiz kerak. Masalan, hozir shu 20 yil ichida dunyo alomati o'zgarib ketdi. An'anaviy iqtisoddan hozir uchur inqilobi davridagi digital age deb qo'ydi, sonliq ma'lumot davriga o'zgarib ketdi. Nurg'un shu to'g'ri savdosi qilib tijorat qilgan odamlar bo'lib ketdi. Shunga odamlar yoki hukumat tarmoqlarida ishlaydi, yoki bo'lmasa shirkatlarda ishlaydi, yoki bo'lmasa o'zalik ishlaydi. Shunga bizning hukumatimiz bunday sharoit ostida qanday qilamiz degan vaqtda har qaysi yerda yashayotgan odamlar bir tarafdan zamonning texnikasi, zamonning texnika, fan texnikani cho'qim yaxshi o'rganish kerak. Fan texnikani bilmasak bo'lmaydi. Avlodlarimizni yaxshi o'qitishimiz kerak. Unda muhimi tashkillik shaklda bizning shirkatlarimiz bo'lishi kerak. Men kanalimni so'zlagan vaqtimda Uyg'urlarning cho'qim bir sanoat bazasi bo'lishi kerak degan. Chunki sanoat bazasi bo'lgan vaqtda ishlab chiqarish bazamiz bo'ladi. Ishlab chiqarish bazamiz bo'lgan vaqtda amaliy iqtisodiy gavdamiz umurtqimiz bo'ladi. Bir turkum odamlarni masalan texnikasi yo'q, jiq o'qimagan odamlarni texnik ishchi, maliklik ishchi qilib tarbiyalaydi, ishlatib ish xizmat fursati bergan vaqtda kishilarga umid berildi. Odamning qo'sig'i quruq gap bilan to'ymaydi. Shunaqa? Ana shuning bilan birlikda kishilarimizningki shu pul muomala jihatdagi tushanchisini cho'nqilashtirish kerak. Bularni hozirgi iqtisodni bildigan qilish kerak. Masalan, mablag' qilish, omonat qo'yish, ishlash, xizmat fursati yaratish degandek shunday ishlarni. Ammo zavod masalasiga kelib qolsak, zavodlarda bir turkum odamlar ishchi bo'lsa, bir turkum odamlar kasbiy xodim bo'ladi, texnik bo'ladi, buxgalter bo'ladi, boshqaruvchi bo'ladi, bozor ochuvchi bo'ladi. Shunami? Uyg'ur markali tovarlarni bozorga solsak, Yevropa davlatlariga toza oqadi mana. Bu qanday tovarlarni ishlab chiqarish, qaysi turdagi tovarlarni ishlab chiqarish, qayerlarga eksport qilishni planlaydigan bir qism odamlarimiz bo'ladi. Demak, bu yerda biz iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lganmiz, cho'qim bir sistemalik ish qilish kerak. Sistemalik tashkillanib ish qilish kerak. Bizning hukumatimiz bo'lmagandan keyin non beradigan, fursat beradigan, buni shu bir turkum kishilar planlab ashni ep berish kerak. Bu vaqtda ham eglikni taraqqiyot qiladi, ham turayotgan davlatlarningki iqtisodiga to'p qo'shib bo'ladi, bosh to'lash orqali.
Şoň yüzümüz ýorup boldy. Köp rahmat. Aňa hakykatan aslida tügetmek istedim. Bizning söhbetimiz naq meydandan anlavatkan ve körüvatkan körünlerimiz var. Ulardan bazı sorular kelgen. Bazılarını ben dep öttüm. Siz bunun cevap verdiniz. Yana bir sual vardı. Amerika'nın bu dokunuşta utturup yetiş mümkünçilik kançılık Xitayning keyinlik çekinip Şimal Koreýadagidek bir ahwaly düşüp geliş ihtimallygy barmy? Bu iki sualny birle wagtda sorapdy. Eger kysgaça dep öte alsanız. Her qanday narsaning ihtimallygy bar. Her qanday narsaning ihtimallygy bar, fakat quyoshning sharqdan chiqishining ihtimallygy yo'q. Sharq nima, g'arbdan chiqishining ihtimallygy yo'q. Demek yo'g'unim nima desa, agar hozir hokimiyatni yurgizayotgan Amerika hökümetining ichida bak manfaatparast shaxsiyatchi odamlar ishni boshqa qurib ketib qolsa, Amerikaning strategik manfaatiga ta'sir yetkazadigan ihtimollik töven bolsa-mı bor, onu yo'q degili olmaydi. Onu hergiz yo'q degili olmaydi. Şunu bilan birlikda Xitoyning oldida biz muayyen vaqt intervali bo'yicha masalani kuzatishimiz kerak. 1 yilning ichida nima bo'ldi? 5 yildan keyin nima bo'ldi? 15 yildan keyin nima bo'ldi? 50 yildan keyin nima bo'ldi deb. Ammo jiroqni o'ylagan vaqtda iqtisodshunaslar Xitoyning iqtisodiga nisbatan aytgan vaqtda bu davlat 5 dan burun qerib ketgan davlat deyapti. Şoňa hozir Xitoylar planlap turgan masalasida kar qo'yib beramiz deb o'zini Xitoylarga. Yani 10 yildan keyin 15 yildan keyin Xitoyda pensiyaga chiqgan odamlar chiqib ketadi. Şoňa işleydigan adamlarning yeshini ko'taramiz deyapti. Demak, bu yerda Xitoyning iqtisodining chekinishi yoki ojizlashishi noqul holda Amerikaga o'xshash bunday kuchlarningki besimidan emas, ya'ni o'zining ichki ishidan chiqadi. O'sha masalan Xitoyning davlat amalligiga xajlaydigan puli adam hisob qo'yadigan, kuzatuvchilik soladigan, bexatarlik uskunlarga soladigan, texnikaga soladigan o'sha pullar alomat ko'p. Davlat mudofaasiga ajratgan xam cho'timi ko'p. Aç adam hamamda charchmanda bu bir odamning hayotini o'zdirma boshqalarning hayotini nazoratga silib, boshqalarning peyiga tushib yashash hayot emas-ku. Odamlarning hayot emas-ku. Ularmi charchaydi. Bunda desam, Qaysarka ishlar qerib, lalmishtulab o'lganda yana kuchuklar tug'ildi emasmi deysiz. Janob, shunaqmi? Yani bir turkum adamlar chiqdi hamda. Nima desa, shular hamda terikchilik uchun ba'zilar shu yo'lni tanlab qildi, xizmat deb qildi ba'zilar. Ammo shunday bir adolat bo'lmagan, axloq yemirilgan, yolg'onchilik olib ketgan, bunday bir jamiyatning uzun mazgil gullanishi, hisobda gullanishi kuchli bo'lishiga mening ishonchim yo'q. Ya'ni bir xalqni, bir millatni o zulüm yoki namratlik yo'q qilib o'tmaydi. Muhimi itiqoddan ayrilgan vaqtda, axloq fazilat yo'qolgan vaqtda, padshab qolmagan vaqtda, cheriklik, yolg'onchilik olib ketgan vaqtda, hammadan muhimi ijtimoiy kapital yo'qolib ketgan vaqtda, ya'ni odamlar o'rtasida bo'lgan mehr-muhabbat, padshab, hurmat, insoniy yaqinchilik tuyg'ulari yo'qolib ketgan vaqtda, axloqsizlik ish ketgan vaqtda bu xalqlar emas, bir davlatni gumron bo'ldi. Ko'p rahmat Qaysar aka. Bugungi suhbat menimcha nihoyat yaxshi bo'ldi. Bo'libmi iqtisodiy jihatdagi bu temalar, Xitoyning kuchlanishi, bularning hammasi hozir o'zimizningki dunyodagi xalqlarning yuzlashayotgan bir masala. Bo'libmi biz ezilayotgan mushtoq sharoitda Xitoylarning kuchlanishi va bizni texnik ko'p ezishi. Başka devletlerinin yoki boshqa davlatlardagi xalqlarning buni ko'rib yetolmasligi. Bu meselelerni bizning ularga qanday tunutishimiz kerak. Bu o'zimizningki ahvolini yaxshilash va qutuldirish uchun muhim roli borligini men shaxsan o'zim his qilib yetaman. Bo'libmi Xitoylarni tunish va ularni bilish jihatda menimcha dunyoda ularni eng yaqindan taniydigan xalq aslida biz. Çünkü biz Xitoylar bilan yaşadık, Xitoylar bilan birga ularni tunib yetdik. Şuna biz bu jihatdagi o'zimizning ortiqchiligini ularga ko'rsatib, boshqalarga tushuntirib qila olsak,
bu jihatda töhfemiz ko'p bo'ldi deb o'ylayman. Mening ko'pchilikka deb o'tadiganlarim sizningki bizga sunganlaringizni yig'inchoqlab mush jihatda bir xulosamoqchi. Sizga qaytadan ko'p rahmat. Her jihatdan bergan bizni bu temalarda aydınlatganınız uchun ko'pdan ko'p rahmat. Ko'pchilik sizlar hammanglarni bizni savr bilan o'shada ko'rganinglar uchun, anglaganinlar uchun sizlarga ko'p rahmat.